Assalamu alaikum qarindoshlarım. Bugun jiddiy qarindoshlarimizningki talablariga asosan aqtashlik hujjat Xitoydan chiqargan aqtashlik hujjat to'g'risidagi bir programmani o'rinlashtirdik. Biz hozirmi Erkin Ro'za efendim, bizning siyosatchimiz Erkin Ro'za efendimni taklif qilgan, ananki Yaponiyadan G'ani efendimni taklif qildik. Erkin efendim malaqi hozir xizmat ustida bo'lganligi uchun o'zi yuzi bilan emas, rasmi bilan chiqadigan bo'ldi. Shuningga marhamat qarindoshlarimiz bir ko'rishib o'taylik, ko'rilmanlar bilan uningdan temaga kiraylik. Assalomu alaykum butun dunyodagi vatan sevgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz. Sizlar bilan yana takror ko'rishganligimdan xushalman. Rahmat sizlarga. Rahmat G'ani efendim ko'rishibding. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Yaponiyadan qarindoshlar G'ani. Rahmat. 2019-yili 7-oyda Xitoyning Go'yuan axborot ishxonasidan bir aqtashlik hujjat o'tirib qo'yilgan. Buningda Xinjiangdagi bir qancha masalalar deb elinibdi. Buningki birinchi temasi, birinchi mazmuni Xinjiang Jungoning ayrılmaz bir qismi deb turib izohat beribdi. Buningga Erkin efendim siz qanday qaraysiz? Atalmış Şinjan, bunu da qisqa bence xulaslık cevaplarga yaxshi deb o'ylayman. Endi bu Xitoyniki bir hammasi bir töhmetlik so'zi. Endi bu mushundaq bir töhmetlik narsalarni e'lon qilganligi uchun biz bunga ham deb inkos qaytarishga majbur bo'ldik. Ham inkos qaytarish bizning bir axloqiy majburiyatimiz deb o'ylayman. Chunki bu hammasi bir töhmet. Buni Uyg'urlar biladi, butun dunyo xalqi biladi endi. Endi bu yerga atalmış Şinjan, yani Sharq Turkiston Jungoning ayrılmaz bir tarkib qismi degan gap, yana burundan aytib kelgan bir yolg'on, bir safsataviy siyosatning bir qismi. Sharq Turkiston, yana atalmış Şinjan hech bir zaman Xitoyning ayrılmaz bir tarkibiy qismi bo'lgan emas. Faqat va faqat 70 yillik mustamlikdan boshqa hech qanday bir narsa emas. Bu to'g'ri berilgan javobim shu. Rahmat. Rahmat. G'ani efendim sizning to'liqlaydigan qismingiz bormi? Endi shu azalda doim qo'shib olgan Xitoyning gapining bir xatoligini bir deylab turibdim. Xalqimizni o'zlarim o'ylab baqsin, azaldan deydi-yu, bu Junqa xalq jamhuriyatining qachon qurilganligini xuddi hech kim bilmaydigandek so'z doim ishlaydi. Bu yaqin zamanda azad bo'lgan narsaga azaldi degan so'zni qo'shishning o'zi azroqni mantiqning udul kelmaydi-da. Ham shunchalik qalb ishlamaydigan odamlar tuzamdi bu narsalarni aqtash kitob deganlarni men bilmadim. Açık. Men boshlang'ich maktabdagi bolalar bildi 49-yilda qurilgan narsa deganni. Har yili 10-oyning 1-kuni tarbiyalab, tabriklaymiz deb yurdi. 70 yıl bo'lganligi shunday aniq tursa, azaldan degan so'zni qo'shishmadi. Demak, bularning davotgan azaldan degan so'zini faqat 70 yil degandan ko'rsatdi deb o'ylayman. Rahmat. To'g'ri dedi. Men azaldan degan so'zga men yana birsi G'ani efendim nayt bir yaxshi narsani bayqabdi. Xitoyning Go'yanda o'tirgan 2000 dan ortiq qeyrilar bor. O qeyrilar bugün degan gapini ats uqmaydi, unutib qoldi ularchi. Anda qeyirlar bo'lgandan hamda bu shunaki ashunda oljoq so'zlaydigan gap yolg'onnimi tuzi qamlashtirib qo'yolmay. Ay 70-80 dan oshgan bir qeyirlar va oljoq qolgan saranglar va hamda qeyirlari. To'xtatib deydi-ku, bilimlik odam mundaq so'zlaydi, bilimsiz adam yanchug'ida birla narsa va keşke ko'stib mundaq deydi deb 70 yilni ko'stayverdi. Ikkinchi savol. Xinjiang azaldan Sharq Turkiston emas debdi. Bu nuqtaning ikkinchi nuqtasi. Xinjiang atalmış Xinjiang Sharq Turkiston emas degan so'zning o'zi Xitoy hukumatining naq Sharq Turkiston ekanligini e'tirof qilganlik. Bu haqiqiy e'tirof qilganlik bo'ladi. Bu siyosiy nuqtadan shundoq. Chunki mushkam qadar Xitoy aqtashlik hujjatlarni e'lon qilib qo'yatdi.
mush jarayonimizda hech bir zaman Sharq Turkiston degan so'zni ishlatganini men anglab bakmadım. Eğer anlaganlar bo'lsa, men inkos qaytuvsi bo'ldi. Atalmış Şinjan, yani bu Sharq Turkiston emas deganlikning o'zi demak, bu Sharq Turkiston degan gapni Xitoy hukumati e'tirof qilganlikdan iborat bir narsa bugun o'tirib chiqdi degan gap. Buning orqa ko'rinishi nima deganga menimcha ko'pchilik o'tirib hozirgi siyosiy nuqtadan, siyosiy vaziyatdan nima uchun bugungi kunning o'zida Xitoy hukumati atalmış Şinjan Sharq Turkiston emas deb Sharq Turkistonni e'tirof qiladigan bo'lib qoldi. Buni xalqimiz, millatimiz bugungi siyosatga bog'lab o'tirib yaxshi tushunsa bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Biz evliga qo'shmoqchi bo'lgan fikrlarni keynidan qo'shishga tirishaylik, ba'zan narsalarga ovoz qo'shaylik. Uchinchisi, Şinjandagi har qaysi millatlar Junxo millatlarining tarkibiy qismi debdi. Buni qanday qaraysiz? Endi mening buning ustidan xulosa so'zim, bugun Xitoyda Junxo millatlari degan millat mavjud emas. Xitoy degan millat mavjud, Uyg'ur degan millat mavjud, Qozoq degan millat mavjud, boshqa millat mavjud. Shuning uchun bu bir tüftün yolg'onchilik. Biz bu Junxo millatlari degan bu yolg'on, hatto o'zim ishonmaydigan bu yolg'on safsatlarga biz ishonmaymiz. Xulosa gap, Junxo millati degan millat mavjud emas. Xitoy millati mavjud, Uyg'ur millati mavjud. Mening beradigan xulosa so'zim shu uchun. Rahmat. Anadagi to'rtinchisi, Uyg'urlar uzoq mezgillik ko'chish, yo'g'irilish jarayonida shakllangan bir millat debdi. Bunaqa qanday qaraysiz? Bu yana bu Xitoy degan o'zi bir tegidan yolg'onchi, aldamchi, kazzab, hatto o'zining boy degan G'ani afandim degandek o'zining yozayotgan yolg'onlarga o'zim ishonmaydigan bir shunday bir millat bo'lgandan bu to'qib chiqqan yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Uyg'ur xalqi ko'chman millat bo'lgan emas. Uyg'ur xalqi Sharq Turkiston, shu Sentral Osiyo bizning Sharq Turkistonni tortib Sibirgacha bo'lgan, Hindistongacha bo'lgan keng zaminda ketgan, zamini cho'ng bo'lgandan keyin, xon bo'lgandan keyin, bag bo'lgandan keyin shu joylarning o'zida berib kelib, hamma yerda boshqurtirib yashab kelgan millat, xon millat. Kam degan chaqda 17 ming yillik tarix ega bo'lgan. Bu yerda ko'chman millat desa, necis Xitoylarni ko'chman deyishki bo'ldi. Chunki ular bizning Sharq Turkistonga ko'chman. Rahmat. Beshinchisi eng bir kulgulik bir nuqta. Şinjandagi har qaysi millatlarning madaniyati Junxo millatininki tarkibiy qismi debdi. Buning qusutel deb qolgan bir nuqta. Siz beshinchi so'zni bitta odamniki bizga qo'shaylik. Endi biz bu yerda Xitoylar doim shunday deydi, Junxo millati, Junxo madaniyati, Junxo millatini biz Junxo millati mavjud bo'lmagankan, Junxo madaniyati mavjud bo'lmaydi. Bu yerda Xitoy madaniyati mavjud, Uyg'ur madaniyati mavjud, Uyg'urlar e'tiqod qilib kelgan masalan islom madaniyati mavjud, Xitoylarning o'zi xos madaniyati mavjud. Shuning uchun buni o'zimi bir safsataviy bir yolg'on gap, hatto hech kim ishonmaydigan. Bu bir yolg'on gap. Shuning uchun biz hech bir zaman o'z yolg'ondan to'qib chiqqan Junxo madaniyatiga, madaniyatning ichiga hech bir zaman kirib boqmadik. Ham kirib boqqan millat emas. Sharq Turkistondagi zaten yerlik butun millat, butun xalqlar. Rahmat. Men bu yerga biz ozroq qisqiray. Masalan biz Junxo millatininki zo'labla biz bir a'zosi bo'ldi ekanmizda, hamda uningki gapida. Madaniyati desa aynak qarab baxmamsa. To'g'ri. Bizning qanday madaniyatimiz bor? Har bir madaniyatimiz sana o'xshamdi. Mayli kiyim-kechak. Har qanday biz kichik chaqlarda kiyim-kechak desa, ishdan usti ko'ylak kiydi, deb turib shanxo qilib ketadigan. Sizlar bilishinglar mumkin. Xitoylar bizni shanxo qildi. Ayo, tufudi xon deb bizga o'xshamaysiz. Albatta sizlarga o'xshamaymiz. Unisi aniq tursa, yemek, içmek, kiyim, kechak, her qanday madaniyatimiz zo'r farq bor tursa, qandaqsiz sen bilan biz deb savol qo'ygim keldi Xitoyga. Siz to'liqlaydigan qismingiz bormi? G'ani afandim. Men azroq to'xtalay, adil bilaman deb. Mushu men kichik vaqtlarimda ishkirdan eqib chiqqan mushu lo'lay Xitoylar, Mang'lurlar, Mang'lurlar uytikiga odamlarga bir xil qarab ketadi. Ba'zi biri
asla kullanıcı önemli kullanımdan bakılıp kullanı tekizde ütke nemi o bu der. Yılkı birisi küdüp gitti. İşte şu nemiligini bilivasıncımı maqtayısım adem boğandikinde üttikini selip köst koydu içine. Muşlaq nese digendikin kolunu tıkayıp yılkı purap tırsını kolunu tıkayıp bu kandak kiydi bunu dedi iştil keydi aşılarını heyranqa üç isminin üçligini bilmeydiğinde bilqi paxtalarını orabda kiyivaldırgan yılqı paxtada qılan bir xil ayaqlar var momu haydab oldigan aştaq narsalarni aşağılık kiyip yürüden başka 3 yıl bilmeydigan yangi chiqqan mang'urlar. Hele putunu o'rab munda bo'lib qolgan tarixini unutilib qolgan o'xshaydi. Munda bir tataylar. Tuğğa o'xshash mangadigan putini kichik chiqilib tuğğa o'xshash mangadigan Aş tataylarni unutilib qolgan o'xshaydi dedim jela. G'idig'ini keltirib madaniyatimiz o'xshaydi deb. Hem bu nayet yaxshi gap qildinglar, nayet yaxshi to'liqladinglar qarindoshlarım sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Xitoy millati bu Uyg'urlar Junxo millatininki bir ayrilmas bir qismi etsin madaniyat degan qanday shakllandi? Madaniyat degan o'rtaq din, o'rtaq til, o'rtaq urf-odat bo'lganning o'zida bu o'rtaq bir madaniyat shakllandi. Bu Xitoy millati boyatin sizlar degandek naq aynak bir qarab baqsin, %99% zodi qismoq. Hammasının tek sakalı yok. Bir insanlık bir talatim yok. Bir erkektek çırayım yok. Bir pesendi millet bilen. Ma Uygur qarab baksa naiti bir endi hazırғы olma 50 yıldan bir iqtisat, medeniyet tüpedin sel kiçiklep kalgan bilen. Aynı vaxtıda oturçu igizligi 1,80 m, qametlik, sakallık, gevdilik. Ma dünya sorgan bir imperiya milleti hatta Xitayni sorgan. Sadicin sepilni soqtuğan bu millet bilen seliştirip kelgan vaqtimizda o'rtaq madaniyat yaratdik desa, al Sadicin sepili qarab baqsi bo'ladi. Sadicin sepili o'rtaq madaniyat tufayli shakllanib qoldimi o yoki nima sababdan shakllanib qoldi? Buni yaxshiroq qarasa bo'ladi. Demak, bu Xitoylar endi yolg'onchilikdimi zaten? O'z ishonmaydigan yolg'onchilikda mush yolg'onchilik orqali dunyoni qoyil qilaman deyapti. Yana birisi bizde ezelden erlerinin erkek tükü var mı, meydanın tükü var mı? Ular ezelden sıpsılı xotun kişidek de tılga alıdı Xitayni. Hem de kaposanlar devre bir yerde erkek. Hem de kançılık çıraylarımız bazıda hem de Mongollarning, Obolarninki kirişi bilen bizde özgürlükler boğandak bir kısmımız boğan bilen kaş ezelden kapkara. Bizga hech qanday bir qoshliq erlar bunda qilmaydi-ku. Uningdagi jiq-jarda zo'r farqimiz bor. Masalan, erlik, mayli o tug'ishchan, bu jihatlarni Xitoyga qat'iy o'xshamaydigan bir badan sapa, hamma jihatda o'zimizga xoslik bor. Shuning uchun zo'rlab bizni bir mavu Junxo millatining kunligini ostiga akirma deb avarimisin buldi deb o'ylayman. Hiç kıvatıda bununcu bu Uygur milletini bu Junxo milleti medeniyeti degan atalmış yüz okumaydigan vaqt kelib qolsa bu medeniyetlerin hammasini to'rtjon kashfiyatning ama ikkisini Sharq Turkistonlik ya'ni Uyg'urlar ijod qilgan. Ham vaqt kelib qolsa Xitoyni Xitoy qilgan, ham bizning 7 kashfiyat Uyg'urlarning deb Sharq Turkiston. Uyg'urlar eliblar uni 4 qilib oldi hamdi. Uningdikin voy hammasi 5000 yillik tarixi varsa o'zlari yezib poyitib chiqarib qo'ygan. Olimpikda 2008 olimpik qilgan chaqda alayda tashviq olib 5000 yillik deb turib osmonlarda uchib degan voy. Hamda 6-sini o'taylik. Şinjan tarixdan buyan ko'p xil din bilan mavjud bo'lib turgan rayon. İslam dini Uyg'urlarning azaldan e'tiqod qilib kelgan dini emas debdi. Bu yerda men azroq bir qistirib o'tay. Bizning dinimizga 70 yil bo'lganmi yoki bular degandek Xitoy Kommunist Partiyasining qurilganligi 70 yil bo'lganligi uchun bizning dinimizni ishlatkili 70 yil bo'ldimi ya? Zeni efendim siz cevap azroq javob bering efendim. Uningdagi erkin diniy jihatdan taklif qilsin. Xitoy hukumati 70 yil deb qaraydigan aniq menimcha.
Lekin hozir 1200 yil bo'lgan islom dini tarixini 170 yilga tushadi degan gap bu yerda yolg'onchilik degan bir nima gap ketmaydi bunga. Qaysi xohlagan bir narsani tutsalar yolg'on bo'lib chiqadilar bu yerda. Hozir kelgan joyni yeziyordu. Amaliyotda bu islom dinidan burunmi budda dinlari e'tiqod qilgan ishlarimi bor, lekin bu orliqlar bek uzoqda. Niyada buni bir nimaga nima deymiz? Bu 70 yillik tarixning ichiga akirib turib, odatdagi bir narsaga aylantirman deb hammani shu aralashtirib o'zim bilmaydigan bir narsaga aylantirib etdi. Aytil so'rsa, aqtashli kishlar buni mazmun nima deymiz, o'zim uqmay qaydanib o'qiydi o'shalar. Dinni külkülük hem de oylap yakalar petva pişirdiğin elik ebgalar okumaganlıdır bu aktaşlık kitap dedim ha dinge kirip kaldı. Hacımlar xotun piçip yürgen hacımlar bir dinge kirip kaldı mı bu 70 yıl işlettik mi dinle diyen nasıl cevap verişmemler kasları dep çıkırıp koyay diyendim aslında. Erkin efendim siz sözlen. Endi Sharq Turkiston xalqi bu islom dini Sharq Turkiston xalqining birdan bir dini emas degan so'zlarga men ham pozitiv ham negativ javob bermay to'g'ri. Sharq Turkiston xalqi shu jumladan Uyg'urlar o'zining tarixida ko'p xil dinni qabul qilgan millat, ko'p xil dinda yashagan millat. Masalan, hozir islom diniga kirgili 1000 yildan oshdi, 1200 yil shundaqmi? 1000 yildan oshdi. 1200 yıl bo'ldi. Ondan burun Budda dini dedi. Budda dinida turibmi? Budda dini shundoq qattiq yaxshi gullandi. Masalan, Turpandagi 1000 uy, Kuchadagi 1000 uylar Budda dinini eng yaxshi, eng voyatsiz gullandigan davrlar. Masalan, Kuchalik Kumarajvaning Hindistonga berib Budda dinini o'rganib, uni bizning Sharq Turkistonda taraqqiy qildiganligi o'zlashtirdi. Hatto shu hozir dinsiz bo'lgan ateist maynat Xitoylarga bizning shu Sharq Turkiston xalqi jumladan Uyg'urlar Hindistondan islom dinini chegaradosh bilislarni Hindistondan qabul qilib, o'rganib, uni voyaga yetkazib taraqqiy qildirib, shu maynat Xitoylarga shu Budda madaniyatini o'rgatgan, taraqqiy qildirgan bizning Sharq Turkiston xalq jumladan Uyg'urlar. Hem Budda dininden ilgiri yani Uyghur halkı mesela Mani diniga, Şaman diniga her türlü dinlerge itiqad qilgan. Ama Uyg'urlar nimenin bu milletni mesela Hristiyanlık mı bo'lgan bizning içimizde az bir qism. Buni Uyghur halkı qaysi orqali bu milletni bir kuchlik holda tutib turganligini bu tonib yetgan bo'lg'achqa dünya bo'yicha birdan bir tip-tiniq usul bilan islom dinini 1200 yil avval qabul qilib bu dini nayet tizden özleştirip yana bir gapni depken Sharq Turkistonning ichida Turpan mesela aynı vaqtda e'tiqod xonligi davrida Budda dini deydi. İslam dinini mesela bu Qashqa taraflardan islom dinini qabul qilgandan keyin Qashqadagi aynı vaqtdagi xonlik bilan e'tiqod xonligi ya'ni Turpandagi bu Budda xonlik o'xshash mezgilda rivojlanib madaniyat orqali Kılıç arkalık emas, cem arkalık emas, İslam medeniyetini güllendiriş arkalık Turpanlıklar, Xoten başka joylar asta 40 yıldan keyin İslamga kirganligi bu tushuntirildi. Yana bir deb qo'yay, mushu Xitoy amaldorlarga biz Uyg'ur millati islom dinini turkiy millatlar uchun tunji qator qabul qilib, taraqqiy qildirib, hatto Sharq Turkiston zimmidan tortib Anadolu Turkiyaga akagan millat bu Uyg'ur millatidir. Yani benim kısa cevabım şu. Demek ki bunu deyiş arkalı Xitaylar Uygur milletini bu yüzü burundan tartıp çıkarıp bulanmagan bu İslam dininin bu çıkarış için bu idevi cihetlerde halkının menisini gıdıklaş arkalı başka dinde bu ikenimiz o mesela ya Budda ya başka dinde ikenimiz o deyiş arkalı bu dinden çıkarış için oynalgan bir taktika eğilimekirden ibaret de qarayman. Ben bunun içindeki şu 7 türlükün içindeki en mühim türünü en ahır koydum. Ahır koydum. Sebebi bunun içinde pek külgülük bir yeri var. Yani Uygur Türk milletlerden emez. O Türk milletlerinin kulu. Esirgi düşken kul orunda köygen bir millet dep durup dilga ağan. Bunu en ahırda yoğurtaydı dep durup keyniga koydum. Siz qanday oylaysız bu cihetden? Türk milletinden emas, hem Türk milletinin kulu idi.
deyirgen. Yanıla özümü hatta hiç qanday qadam işengisiz bir yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Bu deyish orqali nima desa, Uyg'urni Uyg'ur deyish orqali bu Türk emas, Türk millatining emas deyish orqali yana bir saxta yolg'on tarix yozyapti. Mening esimda qilishicha, bu shu biz Uyg'ur xalqi shu Türk millatlarining ichida, biz Türk millatlar oila sistemasining ichida. Bu Uyg'ur xalqi masalan 780-yillar miloddan avvalgi bu yerda Uyg'ur xalqini qurishdan avval bu shu zaminning o'zida bu Köktürk xonligi bordi. Uyg'ur xalqi uning keyindan Uyg'ur xonligini qurdi. Bu yerda Köktürk xonligi bilan Uyg'ur xonligini arish, Türk bilan Uyg'urni arish bu Xitoy siyosati. Bu Xitoyning bu bizni Türk, boshqa millatlar bilan bu ziddiyatlaştirishdan boshqa hech qanday boshqa ma'no, boshqa bir anlam chiqmaydi. Uyg'ur xalqi xulosiga Türk millatlarining onasi, Türk millatlarining urug'i, Türk millatlarining ham boshlanish nuqtasi, ham yana Türk millatlari dunyoning boshqa har yeriga taqalgan bo'lsa, yana ona makoni, yana shu Sadichiningki bu yoqida bizning zaminimiz shu yoqda. Masalan, Türklarning tarixchilari nima deydi? O'zining ona makonini, ya'ni to'ralgan makonni, ona makonini hech qachon tashlamagan millat deb ataydi. Biz bütün Türk millatlarining tarqalish urug'i. Biz buni mushundaqda tushuntirsak to'g'ri bo'ldi. Bu yerda Türk millatlaridan emas deyish orqali bizni tipik Turkiya turklarga o'xshatyapti. O'xshatish orqali bu yerda yana bir yolg'on saqt tarix yaratyapti. Biz Türk millatlaridan shu bir cho'ng oilaning ichi, masalan, Sibiriyadagi, masalan, boshqortlar deydi, masalan bu Tatarlar, biz hammamiz biz Türk millat mayat etganchada boshlanış to'g'risidan biz bir xalq. Ammo o'xshamagan jo'grafiyada yashaganligimiz uchun o'xshamagan nom bilan ataldik, yer nom bilan ataldik. Shunda qarab tushunsak bo'ladi, masalan, Qashqarlik, Quchalik falan pokuni degandek. Masalan, Sibiriyadagi o'zini Tuvalar. Tuva deydigan kichik bir millat var, 200 ming, 300 mingga yaqin Rossiya Federatsiyasining ichida. Aşılarga berib turib so'rasangiz, masalan, Tuva madaniyati deb turib ochdi, aşılar biz berib o'zimiz Uyg'urlardan deydi. Ammo ismini Tuva deydi, biz Uyg'urlardan deydi. Xitoy millati bu orqali nima desa, bizni Türk millatlardan bu bir cho'ng sistemadan ayirib, bir yolg'on bir tarix yaratmoqchi. Shu orqali hamda demişqa desa hozir Türk millatlari nisbatan bizning bu siyosiy ishlarimizga sal bu hokimiyat, boshqalarga negativ qarayotdi. Shuning uchun bu bizning da'voyimizni nurg'un narsani kichikitish orqali mush fursatdan foydalanib bizni Türk emas degan tarixni yaratyapti. Masalan, 1000 yil avval masalan Mahmud Qashqari nima deb o'tirib Türk tillar divanini yozdi. Bu bizning aniq bir park aniq o'tirdi endi. Rahmat meniki. Ben de gipimiz azırak koşum çıkılay. Rahmat. Qurban Ali ustazmı nurgulluğun yazmalarını halkımızga sundu. Bu ispatlangan bir tarihi hüccetler. Muşu nəslərinin hamısını halkımızga sundu. Tarihi yazıqlarımız, anarki kıraren güzeli doğrusu da, keşfiyat doğrusu da her xil temalarını. Anadaki Türkistan, Şinjan, Uyguristan diyen temalar hakkında mıcık nəslərini sundu. Biz özümüzün medeniyetinden jiraklap ketkenligimiz üçün, özümüzdekini özümüz düşenmegenligimiz üçün Xitay kalı yuyuşqa şunçilik yaxşı bir fursat yaratıp verdik dep oylayman. Chet eldekiler şununla masliş berip hazır, chet elde turup atqanlarmı? Vay, biz Uygur, biz mandaq, bizni bir kichik bir dava, zimin davasını kichik davaga aylandırıp oldu. Hem o şununla as qo'shib atdi Xitoyning hozir bir şey deylik, mito Uygur, yana bir aşı chet elga shunchalik bir qadamdan jiq narsalarni singdirdiki chet eldagi Uyg'urlarga xoin munofiqlar bizga jiq narsalarni mushu Facebook uchur vositalari orqali jiq narsalarni singdirib uqtirib keptika dedim men. Endi men aqtashlikning chiqishi, buni ichidagi ba'zan mazmunlar jiq narsalarni yo'ritib berdi deb o'ylayman men. Biz Xitoy bilan o'xshash bir madaniyatda deb Xitoy shundoq degan ma 7sining ichida borku, qo'lini mana silkiydi, qo'lini yuvib bo'lib biz oilalarda kichik vaqtlarimiz, momalarimiz deydigan, voy Xitoyda qiliq qilmay, yumamada qilmaydi deydigan, qo'lni silkimadib. Odam bu yerda mishqiriy verdigan, usuriy verdigan bu ashundaq bir millat-ku bu.
Tamam. Doğru, Kiyim Qo'saq to'ygan qo'saq to'ysa bir kayında bir yer chiqsa qo'saq to'ydi deb biladigan bo'lgan ekan u Işılmıyor deydigan, bunda koçilap olturdigan, şarttıdı taşlayıp ötüdigan. Muşlarning hammasi Xitoyninki o'ziki bizga o'xshamaydi. Ba'zan bir qiliqlarni qilsak, Xitoyda qiliq qilmaganda deb momamlar, bobomlar shunday deydigan. Keyin uni biz iliqi kalla yuyish jarayonida u narsa hayron qolarlik emas, bir bilinib qolgan bilan hozir siz o'ylab yiqing, chet ellardami biz mushadimi? Iliq arablarmi mushtaq silkib o'tadiganlar bordi. Qarab yiqib, voy bizning madaniyatimiz alayida bir madaniyatga mujohatdan biz yana o'zimizga xosligimiz bor ekan, millatlarning ichida o'xshamaydigan yerlarimiz bor ekan. Voy deb turib o'zimizni shunchalik to'naydik. Bu qilib bu meningki, o'sha 70 yilning ichida tarixingmi 70 yil, anan lekin diningmi 70 yil, hamma narsani 70 yilga bizni o'shadaq bir qilib qo'ymoqchi ekan deb o'yladim bu aqtashlik hujjatda. Undaqda qarindoshlar, endi erkin munozir bo'lsin, o'zinglarning to'liqlamoqchi bo'lgan temalaringlar bo'lsa, to'liqlasanglar bo'ladi. Marhamat. Ana hozirgi erkek efendim so'zlaganni aslida azroq to'liqlaydigan. Ana oxirgisicha. Ha. Musha Uyg'urlarni Türk sistemida emas, qala, qo'l degandek narsani qildi. Musha yaqindagi Xitoyning chiqarayotgan narsani qarasak, yozgan narsalar hammasi ta'tirda. Ashuni o'rib qo'ysa, javob chiqadi. Uyg'urlar bir Türk sistemining ichidagi bir millat. Hem adi millet bayan erkeklerin diyerindek. Bu yerde kul diyen geri çıkarıp da bunu tetirin örsek padişah olur da bu. Ama Doğru. hem de bu kul diyenliki nesige karta hemen Atilla'nı misal kılsam hem adam bildi kal neslen misal kılay. Atilla'nı bilmez. Bu şu Asya, Avrupa hem yani özü kontrollü ağa. Lakin bu yerde kişilerinin dinine, tillerine, her kandak öğrüp adeti hiç ne çekilmeden bu. Bu yerde Uygurlar Türk sisteminin içindeki bir ana millet buluş sütü bilen bir ülgü bağın nesi dünyada en kadirli bir nesi adalet üstünlümanlar. Şuna Atilla'nın kolasında 400 yıl yaşayan adamların hiç kiminin bire ör adeti değil o. Veya ki tillerde yazıda özgürüş bulmagan. Şunda adı soragan. Hem de mavi onun kim kişiler desek mesela Çingiz Han devri sürgen çağlarda İdok Hanlığı birleşip bu yer şarının yerini hemmisini sorap çıktılar, kontrol aldı. Şu çağdamı nurgun milletler yoktu etmedi bular. Çingiz Han mı yoktu men demedi. Bütün hukukunu Uygurlar tuttu. Uygurlar mı ulağa bir anası yoktu demedi. Fakat til yoklarga Uygur tilini ügütüp koydu. Tili bağız özlükini ügendi. Yani adalet bilen sorudu. Bu mesela hazırki Xitayning Beijinglarda hazırın aşı çağlarda Uygurlar sep koygan nesirimi turdu. Hemmisinin layısını Uygur Xitaygen, sağanını Xitay'a sağıldı onu. Özü kuldek işlegen. Hem de mayeli aşkın tədirsini sözleydiğin gette bu. Köşmenti diye yeri gelme yer birine değil. Qaysi birisi de köşmen diyen battı. Uygurlar köşmen millet dedi. Uygurlar. Mana qilishlar yug'urilib ko'chib kelgan haqamiz. Şu köşmen degan narsaga qarasak, bu shu hammadan biladi. Bu shu Sansha qurilishidagi Sansha tosmisi chataq chiqdi degan hammadan kallasi bor. Aşu tosmini sağan o'rin Changjan daryosining bo'yidagi yerlarda shundoq yilqi shal yaxshi bo'lgan yerlar bu. Sansha qurilishini qilgandan keyin u bepoyon zaminning hammasi cho'kib ketdi. Aşağıdaki köşmen yaşaydan Xitayda vattı. Her yılı şal pişidi, uğrup buldu, ertesini kelkün kelidi, köçüdü bula. Kelkün toktaydı, yani kıyığı olan kelidi, kıyığını kumuşlar olan o yerge bir yerge mıhlap turguzu, aşağıda oturdu. Mukum ornu yok. Bu Çangjan Deryası boyundakilerindeki.
Bu muş yakın zamangacha aşdaq yaşagan nurg'un odam bor. Demak, o'ziniki tarixidagi narsalarni bizga akilib ortib qo'yadigan gap. Mundaq bo'ldi, andaq bo'ldi qilib. To'qilma deydi. To'g'ri. Muhammad sizga qarata deydigani mushunchalik. Hadi bu yerdan sizning adolat dediniz, masalan, xalqimiz bildi, Qaraqallar xonligi, masalan, Qaraqallar xonligi, masalan, shu davrning o'zida 3 xil tilni o'rtaq ishlatdik. Masalan, vaqtning o'zida turk tili degan, arab tili, fors tili 3 xil tilni o'xshash ishlatish bilan birga yana 3 yana poytaxt qilgan ekan. Qashqar, Balasaxon, O'zbekistonniki Anjammu, Farg'onami shu yana 3 yana poytaxt qilib, bu yerning adolat sistemi bo'yicha degan sistemini ana shunday shakllantirgan endi. Bu millat, bu xalqimiz bekaraq gap qilsa, endi bu yerda Uyg'ur millati so'p qolmayli endi. Xitoylar endi yana o'tirib bizni o'tirib Uyg'ur millati qatoriga chiqarib atmasin. Endi biz ehtiyot qilib so'zlaylik, lekin Uyg'ur xalqi boya degandek Sharq Turkistondagi xalqning chiroyiga qarab boqsin. Dunyoda birdan-bir Uyg'urlar bir-biriga tubdan o'xshamaydi. Xitoy xalq o'zi qarab boqsin, 1,5 milliard degan Xitoyning 99%ga qarshi qismoq, saqali yo'q, vijik. Hozir 50 yildan birisi, hozir qo'shiq to'ygandan birisi, 90 yil yetilganlar hozir egiz bo'lib qoldi. Bo'lmasa 1 metr 50, 1 metr 55 atrofida yani pingvinga o'xshash mangadigan Xitoylarni hammasi hozir bir odamdek chiroy bir talat kirib, bizning millatimizning ustidan so'z qiladigan holatga kelib qoldi endi. Alaqa chuqaylarni tashladi emasmi hozirroq? Galastiklar chiqdi bo'yniga. Shuningga hamma nimamizni unutib ketdik. Haqda beliq AQ'ningki rasmlarini chiqarib qo'yay deyaptimi? Ayni vaqtda Lushin shu AQ'laringlarni yozgan, Shangling Sovlarni yozgan, sizlarning tarixinglarni, hamda u tarixni mayoqqa o'tibli chaplabla bizning galastik bizga chiqdi. Uyg'urga hamma narsa biz o'rgatgan, madaniyatning hammasi bizdan deb turiblar. Mana o'kti qo'pish ve külgülük bir iş dedim ben. Doğrudaysız. Dopki işini ügetti. Dopki işini Soylaşı ügetti. Çataldaki Uygur tıllı Xitaylar ügetti. Dopki işini. Ama da kiyimlerin işini. Kömdüler mi? Aşağı Amerika'da mı? Mert Uygur'du. Mert Uygur'dan çıktı. Uygur'un içindeki Mert'olar ügetti onu. Shuningga, bunda o'ylab baqsangiz jiq narsalarniki chet elda rivojlanib, xalqlarga shu bir narsalarni uqtirishdagi uchur vositalari shu bizning Uyg'ur tilli Xitoylarga. Biz Uyg'ur tilli Xitoylarni e'tirof qilmaymiz, ular Uyg'ur emas. Xitoyning aqtashlik nimasigimi qattiq noroziligimizni bildiramiz, ham o'zimizning ko'z qarashlarini aniq bildirdik, hamda tarixiy nuqtadan cho'qim Qurbonvali ustozni bir taklif qilamiz deb o'ylayapmiz. Yana to'liqlaydan qismlar to'liqlanlar bo'lmasa programmani oyoqlashtiraylik. Rahmat. G'ani efendim so'zsiz. Kendine 2 minut. Muşu aqtaşlıq kitap qarta biz köktaşlıq videonu qoyduq. Bunu haqcan Abdumrayın deyendeki başlıqlar hemiz gördük. Biz özümüz kıvalaylı deb qildik. Aşlar mecburlab yo'q deb chiqqachqa biz raddiya berish uchun chiqdik. Öz narazılığımızı bildirish uchun, özümüzün kişilik huquqini qo'llab, özümüzün mustaqillik uchun kurash qilgan, zimin davos qilgan Sharqi Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan bu yerda so'zlayapmiz. Biz hech qanday to'qib chiqamidik. To'qib chiqarayotganning hammasi Xitoy hukumati, ya'ni Cumhur Komünistik Partisi'dekiler hemmesi bir yürüyüş, müştak neslerinde davamlılık yengüşler, toluqlap, söküp, tikip, müştak kişilerin kaymaktırvadıdı. Biz şunun için de yerde narazılığımızı bildiriş için sözler çıktık. Sözüm tüydü. Rahmat, ma sözgü nispeten ait inkaz qaytırdığınız G'ani efendim, bu Xitoyning bir töhmet bo'lgandan keyin bu töhmet qarab turishning o'zi, bu töhmetni qabul qilib qoladi. Asli bizning butun dunyodagi Sharq Turkiston tashkilotlarimiz, tashkilot rahbarlarimiz cho'ngdan kichikka nisbatan bu töhmatga nisbatan bugungi hal qiluvchi vaziyatda inkos qaytarish kerakdi.
Ammo ular jimib ketganlikdan, söylesakmi shunda qarab bo'lib qolganlikdan, biz shaxsiy nomimiz bilan chiqib, bu yolg'onga qarshi inkosimizni qaytardik. Menimcha bu qancha yaxshi qildik deb o'ylayman. Endi mening oxirida deb qo'yilgan gapim siyosiy nuqtadan nima uchun Xitoy hukumati bugungi kun kelgan chog'da bu aqtashliq kitobni chiqarishga majbur bo'lib qoldi degan masalaga men 1 minut javob beray. Bu aniqki bu Xitoy hukumatiniki tuyuqsizlik o'tirib, ishchidan o'sha sarang chiqqandaklar chiqib bu aqtashliq kitobni, ya'ni bu aqtashliq hujjatni o'tirib qo'yishi bu xalqaro jamiyatga o'ziniki norozilik inkosini bildirganlikning ifodasi deb o'ylayman. Biz tashqi dunyoda Uyg'urlar balkim siyosatning orqa ko'rinishini yaxshi bilmagan bilan, ammo menimcha bildigan nurg'un ustozlarimizning gap qilyotidi, qarindoshlarimiz bildi. Bugun Amerika hukumatida bizning masalamizni bilmaydigan Amerika hukumatida parlament a'zolari hech kim yo'q. Masalan, Amerikadagi 3-nomerlik shaxs bo'lgan Nancy Pelosi'dan tortib, Donald Trumpga qadar, hatto Mike Pompeo'dan Mike Rubio'ga qadar bu masalamizni har kun degandek o'tirib qo'yadi. Bizning masalamiz Amerika bilan Xitoy o'rtasida okean otlab o'tirib, bir-biriga so'z otadigan bir masala davriga kirdi. Tarixdagi eng yaxshi bir foydali fursatga kirdi. Masalan, Mike Pompeo efendim, hurmatli Mike Pompeo efendim shunday dedi, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning jazo lageri masalasi, ya'ni Sharq Turkiston masalasi desak bo'ladi. Bu hozirgi madaniyat dunyodagi bir qora dog' deb atadi. Bu biz uchun biz cho'ng bir o'zgarish, siyosiy o'zgarish. Demakki, bu yerda bizning masalamiz Amerika bo'libmi Amerikaniki kun tartibidan tushmagan masala bo'lganlikdan, elqib ko'ygan to'qidak bo'lib qolgan Xitoy bu masalaga vaqtimizda o'zining noroziligini bildirib o'tirib, bu aqtashliq bu hujjatini atalmış yolg'on hujjatni o'ttirib chiqadi deb o'ylayman. Endi eng oxirida ko'pchilikka deydiganim, Xitoy hukumatining tuyuqsiz bu yerda Sharq Turkiston degan so'zni ep qilishning o'zini men bundoq tushunaman. Ya'ni Xitoy hukumati dunyo masalan Amerika Yalta xitobnomasidan voz kechmaganligini, ya'ni bütün icra, yani Avrupa kısmı ahırlaşıp Asya kısmını icra qilayotganligining naq isboti, masalan 29-yısla Osaka'da başlangan yig'in 2-3 kundan keyin Amerika prezidenti hurmatli Mr. Trump efendimning Benmin deganga Shimoliy Koreyaga kirganligining ifodasi kirganligi, ya'ni shu Benmin degan chegara liniyasiga kirganligi Amerikaning Yalta xitobnomasini ijro qilib kirayotganligi, buning Osiyo qismini to'liq ijro qilishga kirayotganligining ifodasi. Yalta xitobnomasida bizning masalamiz aniq o'tirib qo'yilgan. Demak, o'tirib qo'yilgan masalalarni muzokara qilgan, tarixda yepilib qolgan masalalarni bo'lib Amerika ijro qilayotgankan, Xitoy hukumatining albatta put ko'ygan to'qidak turolmas bo'lib qolishi, mana bugünkidek aqtashliq hujjatni xuddi ishtidan o'sha sarang chiqqandeklar 2000 dan ortiq qeri gacha talma saranglarga qerilarga o'tirib yozg'izib o'tirib chiqilgan holat kelib qoldi desak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar qarindoshlarim, faqat sizlar qo'ygan bo'lsam butun dunyo qarindoshlarim kechirsin, tanqidiy fikrlarni bersin. Rahmat sizlarga. Mening gapim tugadi. Rahmat. Bugünkidek kunda Hong Kongda namoyishlar üzülmeyotgan kunda aslida o'zimizningki bu Sharq Turkiston masalasini qandaq bir muhim holatligini, halqiliq bir mezgilda ekanligini uqamayotimiz, bilmayotimiz. Ham buni ishtirib ushaq-tushaq faoliyatlarga ovoz qo'shadigan muhim masalalardan yiroq turadigan holatni shakllantirayotgan shu Uyg'ur tilli Xitoylar faoliyatini jiqqiyotidu. Avtonomiyachilar faoliyatini jiqqiyotidu. Lekin mavi aqtashliq hujjatninki chiqishi nimadan derak berdi? Biz qo'limizni biroz ishlatayli degan narsaga men hamma qarindoshlarimni bu shunaqa tavsiya qilaman. Ham tirishib o'zimiz tang o'ginayli, ustozlarni taklif qilishga tirishiman. Qurbonvali ustozni tarix to'g'risida ozroq so'zlab berishga, bizning madaniyatimizning rostla qandaqdir Junxo millatining bir qismi yoki dinimizningki 70 yillik din yoki turkning biz
Türk milletidan emas, Türknün kulumu degandek meselelerni Qurbonvali ustoz bilan o'rtoqlashimiz deb o'ylayman. Rahmat qarindoshlarım. Unda bo'lsa, mishada programmani oyoqlashtiraylik. Xo'sh, Allohga emanet. Yassun Sharq Turkiston xalqining mustaqilligi. Yassun. Yaşasın.